Assalomu alaykum YouTube kanalimizga obunachilar. Navbatda ishimizni o'rnatdik. Bu yerga 4 ta oraliq veranda o'rnatganmiz. Balkon profildan kalyonning birli oynasi oldik. Kuydirilgan. Kesaklari ham, o'rtalari ham balkon bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Oq birli oynasi oldik. Ustilar oldirab olgan. Ko'rishingiz mumkin. Shu joyda jami 16,5 million so'mga bo'ldi. Bu tomoni past arka-fon. So'rin usti bo'lgani uchun. Tepadan bitta borchkalari bor. Havo almashtirgani. Birlari juda ham zo'r chiqdi. Bu splashni oyna bo'lgan. Va o'rtaga qo'ygan maqsadimiz anaqaga kuch yemagan bo'ldi, romga. Ruchkalar doimiy zo'r ruchkalardan qo'yganmiz. Hidrovkalardan zo'r chiqdi orqasi. Bezlarga ordinal akfa qo'ydik. Zamonaviy turatskiy zamonaviy qo'yganmiz. Ular borchqasini o'rnatyapti, bitta. Tashqari ko'rinishi bu tomoni. Kimga shunday akfa eshik-romlar kerak bo'lsa, 91 487 1237 nomerlarimiz orqali chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki o'rnatib berish ichida.